To'g'ri mana tekshirishni jarayonini boshladik. To'g'ri to'g'rimi, noto'g'rimi deyishyapti. Necha kilosiz o'zingiz ayting? 79 kilo. 79 kilo ko'rsatdi. Siz chiqing. 67 kilo. Chiqinglar, 5 ta olsa chiqinglar. Yo'q, sen chiqaver, birdan ham ofga chiqamiz keyin. Ofga chiqib maqlasiz, kilosini bilmasa. Birdan qo'shasan bular. 98 kilo. 98 kilo. Suv ichgandir sizdan. 98 kilo. 84 kilo. Endi hammani qo'shib turib bitta chiqarsa, xo'p dedi odamlarga. 1 2 3 4 ta, 5 ta chiqsa, chiqsinda men kilom bilmayman. ha sen bilmasan ham bular kilosi aniq-ku. 102 kilo. 102 kilo chiqdi. Endi chiq. Batoda turing, hozir 102 kilo chiqdi. Siz necha kilo? Yozasan-da. Sizchi? 97. Bir chiqinglar, to'g'ri aytyapti aka. Bir chiqinglar? Shomizam chiqadi. Ha. Sen qo'sh, to'xtamasin qo'sh. Nima qo'shasan? Ana, chiqin hamma. Ana ofshi. Aka, o'zingizga yaxshi, menga yaxshi. Ha, hammaga yaxshi bo'ladi. Ana 1 2 3 4 5 kishini qo'shganmiz. 79 kilo. Ayting, yana. 67. 430 kilo ko'rsatadi. 1 2 3 4 5 84 kilo. 84. 84 kilo. 102. Ko'payib ketdi. Boyada 678 o'z bor. 67 kilo kim edi? Men. Undan keyin kim aytdi? 84 ta undan keyin. Siz necha Jamshid aka? 97, 79, 67, 84 yozdim. 4 ta yozdim. 102. 429 kilo. 1 kilo zet ko'rsatdi. 430. Endi men o'zim bir avion. Yo 300 gram. 98 kilosiz-da siz hozir. 200 gram bordi, 84 dan tashqari. 97. 84, Ha, 300 200 borda. Qo'shma. Bo'ldi peshonadan. Prosta aytyapman. Mana shu molimiz 61500 so'mni 10 kilo skidkaga baraka bo'ldi. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Bugungi sanaga keladigan bo'lsak 2026-yil 22-aprel. Mana shu markalarimiz kelgan. Aka necha kilo oldilari? 61,5. 10 kilo skidkaga bor. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Mol juda 561 ga yonni. 560 kilo. 560 kilo o'ynab. Bu ipi ham hamma. Qarang aka, kel bu yoqingga. 560 kilo hayda. 560 kilo. Живой veska chiqdi. 10 kilo skidkasi bor. Alloh baraka. Birdan joyiga aka. Tarozidan keyin bu yoqqa chiqadi. O'rtaga kiray. Joyiga, ayirlam chiqamizdan keyin. Yana qaytarib